Assalomu alaykum qadrli kitobxon. Lev Tolstoy. Bu ism familiya adabiyotda juda katta ma'noni anglatadi. U jahon adabiyotida inson vijdonining muhandisi sifatida ulug'lanadigan siymo. U shoh asarlarida insonni jamiyat bilan kurashuvchi, iztirob chekuvchi, lekin doimo ma'naviyatni izlovchi mavjudot sifatida gavdalantiradi. Ammo uning yozganlari orasida Iqrornoma alohida o'rin tutadi. Bu asarda yozuvchi nafaqat boshqalar haqida, balki o'zining qalbi haqida gapiradi. Bugun 5 daqiqani shu asarga bag'ishladik. Iqrornoma bu roman emas, bu hikoya ham emas. Bu bir insonning o'z vijdoni oldidagi e'tirofi. Butun insoniyat uchun ma'naviy ogohlikdir. Tolstoy bu asarni 50 yoshidan keyin eng navqiron paytida yozgan. Bu yoshda odam odatda ortga qarab faxr bilan men nimalar qildim deydi. Tolstoy esa aksincha, men nima qilmadim deb yozadi. U o'tgan umriga qaraydi va undan ma'no izlaydi. Bu izlanish uni jahonning eng chuqur falsafiy asarlaridan birini yaratishga yetaklaydi. Asarning syujeti aslida yozuvchining o'z hayotining bosqichlariga qurilgan. Bolalikda u dindor muhitda o'sadi, lekin o'smirlikka yetganda o'rgatilgan barcha e'tiqodlariga shubha bilan qaray boshlaydi. Uni ilm, madaniyat va taraqqiyot qiziqtiradi. Uning atrofidagilar ilmni biladigan, haqiqiy zamonaviy odam deb ta'riflaydi. Ammo Tolstoyning qalbida bo'shliq bor edi. U boy, shuhratli, mashhur, ammo ichki xotirjamlik yo'q edi. Tolstoy o'zining jinoyatlarini, odam o'ldirganini, mujiklarni qartada boy berganini, hirs va manmanlikka berilganini ochiqdan oladi. Bu iqror o'quvchini hayratda qoldiradi. Bu haqiqatan ham ulug' Tolstoymi? deb o'ylaydi kishi. Ammo aynan shu samimiyat, o'zini shafqatsiz tanqid qilish orqali Tolstoy insonni anglashning oliy nuqtasiga chiqadi. U o'z hayotini shafqatsiz tahlil qilib, men qilmagan jinoyat qolmadi deydi. Ammo shunda anglaydi, haqiqiy yomonlik qilmishning o'zida emas, balki uni yomon deb bilib ham qilishdadir. Mutolaa davomida o'zingizga og'riqli savollarni bera boshlaysiz. Nima uchun yashayapman? Yashashning ma'nosi nima? Boylik, shon-shuhrat, ilm, bular nima uchun kerak? Bu savollar nafaqat 19-asr Tolstoyni, bugungi insonni ham qiynaydi. Tolstoyning falsafiy yo'li dinsizlikdan ruhiy ehtiyojga qarab boradi. Bu ateizm, ratsional fikr va ilmiy nazariyalarni sinovdan o'tkazadi, ammo ularning hech biri unga yengillik bermaydi. U bir paytlar insonning maqsadi taraqqiy etish deb o'ylagan bo'lsa, keyin tushunadi, taraqqiy deb atalgan illat ortida ham hirs va manmanlik yotadi. U shunday xulosaga keladi, hayotning haqiqiy ma'nosi faqat ruhiy poklanishda, ilohiy haqiqatni tan olishda va insonning o'z vijdoni bilan murosaga kelishidadir. Asarda yozuvchi o'zini hech qanday pardasiz ko'rsatadi. Shu bois asar nafaqat falsafiy, balki psixologik asar sifatida ham ahamiyatli. Odatda yozuvchilar o'zini oqlashga, ideal ko'rsatishga urinadi. Tolstoy esa o'zini haqiqiy odam sifatida tanishtiradi. Kamchiligi, adolatsizligi, gumonlari bilan birga. Uning kuch-qudrati aynan shu chin insonlikda. Inson o'zini anglamas ekan hayot mazmunsiz. Tolstoyga ko'ra insonning vazifasi ruhini tozalash, vijdonini uyg'otish va o'zini Xudoga yaqinlashtirish. Bu yo'l og'riqli, lekin faqat shu yo'l orqali inson chinakam xotirjamlikka yetadi. Bugungi jamiyat uchun ham Iqrornomaning ahamiyati beqiyos. Bu asar texnik taraqqiyot ortidan ma'naviy inqirozga uchrayotgan bugungi odam uchun ham ayni muddao. U insonga shunday deydi: sen qancha bilim olma, qancha boylik orttirma, agar qalbingda yorug'lik bo'lmasa, sen hali ham yo'l boshidasan. Hozircha shu. 5 daqiqangizga rozi bo'ling. Ko'rishguncha.